Maşallah. Игель, я руководитель социального отдела Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Меня в чатах не было, вы меня, может быть, где-то краешком уха слышали. Я сегодня всех вас приветствую здесь от имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Поднимите, пожалуйста, руки. Таких много. Конечно, у нас будет футбол необычным. Рамазан, İlyas. Assalamu alaykum Tamirqot, qadrli do'stlar. Mana volontyorlar keldik Respublikanskiy iftar 2019 15 ming kishiga iftar hazırlana inshaalloh. 1000 volontyorlar yig'ildi. Bek shunday masshtabni ulug' ishora endi bu. Hali mana keldik, tanishdik, 1 soat o'ynab yotdik, hali ishlay boshlamadik. Tezdan ishlay boshlarmiz endi. Allah bersa Qozonda shunday motor havo turishi, Allohga shukr. Присоединяйтесь, Марина. Maşallah, maşallah. Kişiler kileler. Gidiyor. Qozon. Assalomu alaykum aytgan qardoshlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Na qisqachagina aytaylik. Sen qo'yda narsa ishlaysiz siz bunda? Narsa o'ta? Biz bugun Kazan arenada bugun respublikanskiy iftar o'tdi. Biz yig'ildik. Shunda volontyorlar bilan 15 ming kishiga yo'sadilar. Yo'sibmiz iftar durusini aytganda yig'ildilar mingdan ortiq volontyor. Yo'qolmasa 1200 volontyor bor aytishmanda. Ne ko'zingiz ko'rasiz endi protsess bora. Loqana qoldi shigarga. Yaxshi. Sen mana qo'yan bilding o'sha volontyorstvo turida kimlar orqali kelding? Men Musulmonское движение волонтеров группасында состою. Там shundan bildim endi. Qardoshlardan narsa kutyapman mana bu momentdan so'ng. Qardoshlar narsa kutdi?
ro'za tutasizmi? Qaza tamam alhamdulillah. Bir kunda qoldirmang. Aliga yo'q. Taravihlarga. Bir tarafda qoldirmadim aliga. Marhamat qilib boramiz. Mashallah. Rahmat sana brother. Давай. خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Muftiy Hazrat chiqish yozing. Beş bin kişi. Проходите, пожалуйста. İnsanları birleştirmek. Yani bir araya geldiğinde Maşallah. Kadın kızlarımızla köy işlerinde sevmeye inşallah. Bu da Allah'ın bilmemiz için tabii. Biz bir varlık أشهد أن لا إله إلا الله. Будучи постящимися, совершили такое великое преклонение, и вот помогли нам, вместе мы сделали это с вами.